Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 34 soniga xush keldinglar. Bugun biz lager şahitidan mustaqillik jangchisigacha degan temada sürgün dokumentimiz Muavin Cumhurreis Sayragul Saatbay xonimni suhbatga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Sayragul xonim. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Ko'p rahmat. Vatanni qutqizish, o'zini bilish va o'zgini bilishdan boshlandi. Ya'ni dushmanimizni to'liq bilishdan boshlandi. Biz lager ichilishdan burun dushmanimizni to'liq biladigan emas. Lagerning plani xuddi yaqinqi zamonda o'tirg'i chiqqandek, hech qaysi ziyoli, hech qaysi bilarman Xitoylar lagerni qurdi degan bir yerga kelib boqqan emas, o'ylanib boqqan emas. Lekin Xitoylar bu planni necha ming yil burun o'tirib qo'yib bo'lgan. Bunda demakchi bo'lganim o'zining dushmanini tal to'kis yo'qotish Xitoylarning azaldan o'zgarmaydigan siyosati. Dal bu Xitoyning siyosatini bilinmaganimiz uchun biz bugungi kunga qoldik. Bu lager to'g'riliq agar bir narsani bilmoqchi bo'lsak, Sayragul xonimning ushbu kitobi turibdi. Mana. Buni o'qisak, bundan dalil isbotlar to'liq, inchki detallar bor. Bizga bir o'rganish bo'ladi. Biz Xitoyni bilmay turib hech ish qila olmaymiz. Shunga bu kitobni oldi bilan sizlarga tavsiya qilaman. Endi Sayragul xonimni biz hammamiz bilamiz. Hozir Sayragul xonim bilan biz sabtash bir hukumatda turyapmiz. Bir o'rtaq mustaqillik niyatimiz uchun. Garchi biz Sayragul xonimni xili burun bilgan bo'lsak-mu, lekin bugun biz Sayragul xonimning o'z og'zidan o'zini tanishtirishini bir anglab o'taylik. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz Sayragul xonim. Assalomu alaykum. Barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar, hammalaring shu vaqtlaring xayrli bo'lsin. Men Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining qurboni va jazolarga shahidi Sayragul Saatbay hammalarga mendan notliq salom. Bu yerda men oldi bilan mushu suhbatga taklif qilgan Jurat apandimga rahmatimni bildiraman va ekran oldidagi bizni ko'rib o'tirgan biz bilan bir sabda turayotgan hamma Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Hamda shu Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiga a'zo bo'lib kirib vazifa olgangacha bo'lgan oraliqda shu Qozog'istonga chiqqandan ondan keyin Shvetsiyaga kelgan shu jarayonda nurg'unlagan qismatlarni, nurg'unlagan qiyin qistoqlarni beshimdan o'tkazib, shu Xitoyning irqiy qirg'inchiligi ostida ezilayotgan, kun sari yo'qolayotgan, zulmga uchrayotgan xalqning ovozini dunyoga anglitishni bir insoniy burchim deb bu jarayonda cho'ng ish qilsammi qo'limdan kelgan ishni qilib kelayotgan. Endi bugungi kunda men Sharqiy Turkiston surgun hukumatining muavin raislik vazifasini o'tayapman. Rahmat. Biz bir yo'lda bo'ldik. O'rtaq mustaqillik nishoni uchun tirishayotimiz. Asli ishkilimiz doktor edik. Doktorninki asli dushman olmaydi. Siz bilasiz, xalqaro har qanday dushmanim davolaydi. Ammo vatani yo'q doktorning hech nimasi olmaydi, o'zingiz bilasiz. Vatan uchun har ishga tayyormiz. Hamda siz nima uchun surgun hukumatga kirib xizmat qilishni tanladingiz? Bu ishning mushkul ekanligini bilmabdingiz. 2023 yılı 11. ayda ben taklif bilen Sharqiy Turkiston surgun hukumatining 9. navbatlik qurultayga mushu qurultay jarayonida mushu munosabat bilan tashkillagan bir qator faoliyatlarga qatnashish uchun Amerikaga bordim. Onundan beri men bu surgun hukumatga kirmen ve vazifelimen de hech qachon o'ylab bakmagan. Andan bağandan keyin şu qurultay munosabati bilan shu yerga jam bo'lgan rahbarlar va Sharqiy Turkistonlik mustaqillik yo'lida kurash qilayotgan qarindoshlarimning menga bo'lgan taklifi, ular meni shu surgun hukumatga a'zo bo'lib kirib, vazifa ilib, o'zlari bilan birga bir sabta mustaqillik kurash yo'lida müre tutuşup, kol tutuşup, birlikte kurash qilish taklifini berdi. Bu vazifa rostini aytganda bu bir oddiy vazifa emas.
men shu bu kishilarning bu talabini anglagan vaqtimda jiq o'ylandim. Bu vazifa xuddi aşı zulm ostida ingrayotgan Sharqiy Turkiston xalqining bir umididek, shularning bir taklifidek, shundoq bir his qildim men o'zim. Andan bu Sharqiy Turkiston xalqining, hamma Sharqiy Turkiston xalqining birlikda ittifoq bilan mürni soqishtirib, qo'l bilan qo'limizni tutishtirib turib, birlikda kurash qilishimizning nihoyatda muhim ekanligini, buning Xitoyga bir og'ir zarba bo'lganligini tushunib yetgandan keyin men bu taklifni qabul qildim. Kirgandan keyin bu endi vazifaning üdüsünün chiqish ras men bir oddiy odam uchun elib aytganda bu bir oddiy ish emas. Lekin shu yerga qarindoshlarimning ittifoqligini, birligini ham bir maqsad, bir g'oya, faqat Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilayotgan mushu kurash yo'lida o'zini atgan mushu urug'ga meni shundoq bir birlikda bu ishni qila oladiganligimizga bir ishonchga yetildi. Bu yerdagi eng muhim bo'lgani o'sha Sharqiy Turkiston qarindoshlarimning menga bo'lgan ishonchi bo'ldi. Shuning uchun bu vazifani qabul qildim. Rahmat. To'liq cho'ng ish qildingiz amaliyotda. Siz bu jarayonda nurg'un besim kuchirdingiz, hatto o'zingizning qarindoshlar tarafidan to'g'ri tushunilmadingiz, ammo to'g'ri yo'l bosdingiz. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli qozoq bo'lsin, Sharqiy Turkiston bizning vatanimiz. Faqatla vatanning mustaqilligi bizga umid beralaydi, yashash imkoniyati beralaydi. Siz hukumat kirgandan keyin nurg'un faoliyatlarni qildingiz. Shu faoliyatlaringizni bir tanishtirib o'talamsiz? Hukumatga kirgandan keyin nurg'unlagan fursatlar bo'ldi faoliyat qilish. Endi buni so'zlab o'tsam, 12-ayning 6-kuni 2023-yil Nyu-York shahrida, Amerikaning Nyu-York shahrida o'tkazilgan bu Rim nizomnomasiga qo'l qo'ygan davlatlarning 22-chi qatimli umumiy yig'ini ochildi. Bu yig'inga taklif bilan qatnashdim. Ham shu fursatdan foydalanib, xalqaro suddan Xitoyning jinoyatini tekshirishni va Xitoyni jazolashni talab qildim. Ondan keyin 3-ayning 3-kuni, 2024-yil bizning shu Shvetsiyaning Malmö shahrida bir necha kishilik huquq tashkilotlari birlashib o'tkazgan o'sha 8-mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan bir cho'ng faoliyat tashkil etdi. Bu shu faoliyatga o'sha taklif bilan qatnashdim. Ham erkak qirg'inchilik anglatish fursatiga ega bo'ldim. 3-ayning 10-kuni 2024-yil Shveysariyaning Zurich shahrida o'tkazilgan bu erkak qirg'inchilikni anglatish temizligi bir muhim yig'inga taklif qilindim. Shu yerda shu 3-ayning 10-kuni shu yig'inda bo'ldim. So'z qilib, erkak qirg'inchilikni anglatdim va Sharqiy Turkistonning shu mustaqilligini qanchalik muhim ekanligini deb o'tdim. U faoliyatga shunchalik jiroqdan bizning shu Shvetsariyada turishliq Sharqiy Turkiston surgun hukumatining a'zosi Rahmat apandim, yana boshqa Sharqiy Turkistonda qarindoshlarimiz birga kelib qatnashdi. Ham u kishi muhim so'z qildi u yerda. Undan keyin 3-ayning 21-kuni, o'sha 2024-yil. Men o'zim hozir Shvetsiyada ishlayman. Shu ishlayotgan, xizmat qilayotgan yerimdagi rahbarlar mushu mening xalqimning ovozini anglatishning naqadar muhim ekanligini deb u kishilar maslahat qilib, o'zlari bizmi sizga bir shu xalqning ovozini anglatadigan bir sahna yaratib beraylik. Siz bizning bir xizmatkor bo'lish sifatingiz bilan mushu sahnada yana xalqingizning ovozini mushu odamlarga anglating deb u kishilar 3-ayning 21-kuni shu men ishlayotgan o'rindagi cho'ng kutubxonada bir faoliyat tashkilladi. U faoliyatga qatnashib bu yerda nurg'unlagan shaharlardan odamlar kelib qatnashdi. Erkak qirg'inchilikni anglatish fursatiga ega bo'ldim. Ondan keyin 3-ayning 25-kuni taklif bilan Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahrida Amerikaning Stokgolmda turishliq elchixonasi tarafidan uyushtirilgan
Shvetsiyadagi jasur ayollar yumaloq ustal yig'iniga taklif bilan qatnashdim. O yig'indami mushu Sharqiy Turkistondagi erkak qirg'inchilik, yana uning xarakteri, uning davom qilayotganligi, yana Xitoy Kompartiyasining butun dunyoga tahdidini yana bir qatam anglatib, Sharqiy Turkiston xalqining bu mustaqillik kurashining qanchalik bir muhim ekanligini anglatish fursatiga ega bo'ldim. Bu men uchun bir bir xo'shallik ish bo'ldi. Endi 4-oyning 27-kuni Shvetsiyaning poytaxti yana Stockholm shahrida Svenska PEN degan hamda Shvetsiya yozuvchilar jamiyati va boshqa shu yerdagi Uyg'ur tashkilotlarining birlikda uyushtirishi bilan o'tgan yana o'sha irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi irqiy qirg'inchilik muhim tema qilingan bir yig'inga taklif bilan qatnashdim. Shu necha kunning oldida berib, o yig'inga 100dan ortiq odam kelib qatnashdi. Nurg'unlagan shu Shvetsiyalik Xitoyni tadqiq qiladigan, yana Xitoyni tushunadigan, Xitoy to'g'ri kitob yozgan shunday muhim Shvetsiyalik yerlik odamlar kelib so'z qildi. Bu biz uchun ilib aytganda bu genosidni, bu irqiy qirg'inchilikni yana bir palga ko'taradigan, yana bir qatam Shvet xalqiga anglatadigan bir fursat bo'ldi. Endi mening bu yerda demoqchi bo'ladigan, men bu yerda o'zimning ishlagan ishlarimda deb o'zimni deb o'tmoqchi emas. Bu yerdagi maqsadim bu surgun hukumatga kirgandan keyin texmo jiq fursatlarning bo'lganligi, bu irqiy qirg'inchilikni anglatish. Shu jarayonda mushu sahnlardan foydalanib mustaqillik kurashining qanchalik muhim ekanligini anglatish fursatiga ega bo'lganligim demoqchi bo'lgan maqsadim shu. Rahmat. Onun siz nurg'un ish qildingiz. Siz amaliyot hukumatga kirishning oldida nurg'un faoliyat qildingiz. 2018-yil Qozog'istonga qochib chiqqan vaqtingizda shu irqiy qirg'inchilik to'g'risida eng oldi bilan eng ishonchli uchur bergan odamsiz. Bütün xizmatlaringizga Alloh rozi bo'lsin. Sizningki kitobingizni oldin qatim 4-oyning 27-kuni kitobim to'g'risida tanishtirish bo'ldi dedingiz. Bu kitobingiz 10 necha tilga tarjima qilinibdi. Men kitobingizni o'qidim. O'qish jarayonida hatto necha qatim to'xtab qilib, kechalari yomon tush ko'rib davomlashtirib olmay qolgan yerlarim bor. Bu kitob nihoyatda yaxshi yozilgan. Bu kitobingiz to'g'riliq alayda to'xtalamiz. Bu bir qatimlik suhbat bilan bu ketib qolsa nihoyatda afsusnalik ish bo'ldi. Ammo bugun bu kitobingiz to'g'riliq kichikgina bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Men 2019-yili biz Shvetsiya hukumatining qabul qilishi bilan oilamiz bilan Shvetsiyaga keldik. Kelgandan keyin bu Germaniyadagi taniqli yozuvchi Aleksandra Kavilos xonim men bilan aloqalashdi. Mushu men to'g'ri yana Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, jazolar to'g'riliq bir kitob yozmoqchi ekanligini, buni mening hamma ishlarimni, muqollarimni kuzatib o'tganligini dedi. Shuning bilan biz Germaniyaga bordik. Berib bu kitobni yozishni boshladik. Bir necha oy vaqt ketdi buningga. Ondan keyindan u kishi Shvetsiyaga keldi, bizning uyga. Qolganini shu Shvetsiyada davom qildik. Bir necha oy jafolik kurash qilishdan keyin 2020-yil 6-oyda bu kitob tunji bo'lib nemis tilida Berlindagi nashriyatdan nashr qilindi. Undan keyin hozirga qadar 10 tilga tarjima qilinib bo'ldi. Endi bu kitobni yozgan sababim men shu taklifni topshirib olgan vaqtda Aleksandr Kavilos xonimdan men bek xush bo'ldim. Chunki odatda biz suhbat bergan vaqtlarimizda ish ketsa 1 soat, bo'lmasa 2 soat. Eng jiq deganda 2 soat. Hatta ba'zi vaqtlarda bir parlamentlarda, bo'lmasa bir hukumatlarda guvohlikdan o'tib so'zlagan vaqtlarda faqat 5 minut vaqt. Endi bu Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini yurgizayotgan bu zulmi tunigidan boshlangan emas. Buning to'mirdan boshlab so'zlab, Sharqiy Turkistonning besib olingan zulm ekanligidan boshlab so'zlab, nemishqa bugungi kuni mushu kunga qoldik deganni hamma detallar bilan, hamma dalil sifatlar bilan so'zlab xalqqa anglatish unda qisqa vaqtning ichida asla mumkin emas.
Шуңа бу китап езі қылып, мұш китапқа сіз өзіңіз оқып өткендек көдіңіз. Барлық шунчылық бір енчік деталларны дәл испат білән кіргізіш арқылық дүния халқының көзіне ичиш, нұрғынлық адамларның бұл Қытайның бұрын нем қылғанлығын, азыр нем қылып атқанлығын, келешекте яна қандақ рәзіл планларының бар екенлігіне неміш қылып Шарқи Түркістан халқына бұл зұлымны жүргізіп атқанлық тоғырлық ұшақ деталларны дәл испат білән езіп қалдырдым. Бұл менің күрешімнің бір жарияны. Анда оныңден кейін 2021 жылы біз yana shu tanlıq yazgıcı Aleksandra Kavilos xanım bilan bu Xitoy kelishimnomasi degan bu kitobni birlikda yozib chiqdik. Bu 2021 yılı. Yani birinchi qitim shu nemis tilida Berlinda o'xshash nashriyat qilin, o'xshash nashriyatda nashr qilindi. Hozirgacha 3-4 tilga tarjima qilib bo'ldi bu kitob. Endi bu kitob bormi? Bu kitobning inglizchasi bormi? Bu kitap İngilizce yok. Türkçesi nima o? Endi kelajakda Xudoyim bir tarjima qilinadi deb o'ylayman nurg'unlagan tillarga. Endi bu kitobdan bir necha lager shoidlari, guvohchilar bor. Xitoyning shu irqiy qirg'inchilik guvohchilari guvohlik bergan, ularning guvohligi bu kitobga yozilgan. Bu kitobda endi muhimi biz hamma narsaga tahlil qilib, hamma narsaga analiz qilish orqali Aleksandra Kavilos xonim ishimiz Xitoy Kompartiyasining butun dunyoga bo'lgan tahdidini ushoq detallar bilan tushuntirish qildik. Ham buningga qanday qarshi turadiganligi, turish kerak ekanligini bir-birlab yozib qoldirdik. Yana eng muhim bo'lgan hozirgi bir yo'l bir balbaq. Mushu Xitoyning mushu planining qanchalik xatar olib kelganligini, mushuning xatari aks ettirgan kitob bo'ldi bu. Bu kitob to'g'riliq shunday so'zlik. Ko'p rahmat. Rahmat. Bu kitoblarningki bo'lib sizniki lager to'g'risida yozilgan kitobingizniki texnik ko'p tillarga tarjima qilishni umid qilamiz. Bo'lsa qozoqcha, uyg'urcha, hatto xitoycha degandek tillarga tarjima qilinsa, texnik ko'p odamlar ko'rsa deb o'ylaymiz. Kelgusida bu ishlarni bo'lib qolar. Hamda sizningki bu Xitoyning tahdidi degan gapni siz bu kitobingizda dedingiz, boshqa yerda bu kitobning ichida nurg'un ko'rdim men. Ham boshqa yerda so'zlagandimi, nihoyat injiq qilib dedingiz. Sizning siyosiy qarashlaringiz alayda bir yuqori saviyada deb qarayman men. Bu Xitoyning tahdidi to'g'risida bir so'zlab bakkan bo'lsangiz. Bugungi programmamizda shuni. Xitoyning tahdidi degan vaqtda odamlarning ko'z oldiga bir xuddi Xitoy kelib bir tahdid qilayotganlar, o'zi kelib bir besim qilayotgandek shunday bir tuyg'u beradi. Lekin bu undaq oddiy emas. Men o'zimning beshimdan o'tgan bir shaxs bo'lib bilan mening beshimdan o'tayotgan mushiq Xitoyning mushiq tahdidlari muajiratda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimning o'xshash beshdan o'tyapti deb tushunaman. Bu nuqtadan qaraganda Xitoy faqat Sharqiy Turkistondan shu yerdagi xalq bilan irqiy qirg'inchilik qilib, xohlagan zulmni qilayotgani yo'q. Shuning bilan bir vaqtda vatandan ayrilib sirtqa chiqib ketgan kurash sepidagi butun muajiratdagi shu kurash qilayotgan Xitoyga qarshi o'zining qarshiligini bildirayotgan kurash sepida kelayotgan Sharqiy Turkistonlik har bir odamga mushu tahdid selyapti. Shu sababli hozir dunyoda bir bizning nurg'unlagan qarindoshlarimiz mushu kurash sepida to'xtamay kelayotgan qarindoshlarimiz da'vo sepidan asta-asta tushib kelayotgan vaziyatlarni o'zingizmi ko'ryapsiz. Bu mushu Xitoyning tahdidining bir nimasi deb qarayman. Endi bu yerda Xitoyning tahdidi degan vaqtda biz qarasak, biz o'zimizning shaxsiy mushu beshimizga kelayotgan xizmatlarni, qiyin-qistoqlarni, Xitoydan kelayotgan tahdidlarni deb o'tish jarayonida men bir narsani deb o'tmoqchi. Xitoy Kompartiyasi shu Pekinda, Beyjingda turib, buning qo'li, buning butun dunyoga so'zilayotgan, butun dunyoda Xitoy Kompartiyasi uchun ish qiladigan odamlarning Xitoy Kompartiyasi uchun jinni ayamaydigan odamlarning nihoyatda jiqkenligini, bularning tunugini chiqmaganligi, bularning hammasini Kompartiya bir qo'lliq yetishtirib chiqib
Мушу chet eldeki, xalqaradaki Sharqiy Turkiston davosındaki shaxslarni va tashkilotlarni yo'q qilish uchun qo'llanayotgan rezilligi. Bu to'xtamaydi. Shunga men bu yerda bu tahdidni deyish orqali biz faqat Xitoydan emas, Xudoydan qo'rqishimiz kerak degan narsani demoqchi. Hozirgacha Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar hech qaysinglar Xitoyning tahdididan qo'rqmanglar. Biz to'xtamasak, ular to'xtamaydi. Ularning maqsadi faqatla bizni shu Sharqiy Turkiston davosidan zeriktirib, qo'rqitib, uruhiy besim qilish orqali turli hujumlarni qo'llanish orqali bizni bu davodan to'xtatish, bizning bu kurashimizni nol qilish. Ularning maqsadi shu. Shunga sizlar aksicha buningdan huzur elinglar. Buningdan o'zinglarning ishlayotgan ishlaringning to'g'ri, mengayotgan yo'llaringning to'g'ri ekanligini his qilib, shu Sharqiy Turkistondagi qarindoshlaring xalqi uchun qo'lingdan kelgan ishni qilayotgan, insoniy burchingni o'tayotgan bir inson ekanligini faxrlaninglar. Bu sizlarning kurash sepinglarga bir ruhoniy kuch bo'lsin degim keladi. Rahmat. Bergen bedellerimiz arziydi degan gap. Hamda siz hatto siz bu Xitoyni tahdid degan vaqtingizda siz qechib Qozog'istonga chiqqan vaqtingizda Xitoyning qo'li Qozog'istonga har bir bulunga yetib bo'lgan. Sizga ashada to'g'idek bir imkonmi bermagan. Demak, Xitoyning tahdidi hamma yerda, har zamon bor. Ammo biz shu tahdid kuchirgan taqdirda biz har qancha bedel bersak, lekin bu qilayotgan ishimiz arziydi. Chunki bundan boshqa yo'l yo'q. Agar biz Xitoyga boshqacha muomala qilsak, ular bizga boshqacha muomala qilgan bo'lsa-da, o chaqda biz boshqani o'ylashgan bo'lsak, u yo'l yo'q. Sizning demoqchi o'g'lingiz to'lim yaxshi joyga tushdi. Endi hozirgi vaziyatni bir tahlil qilib boqqan bo'lsangiz, hozirgi vaziyatga bo'lgan analizingizni bir anglab boqqanmiz va hozirgi vaziyatni men bir necha nuqtaga yig'incha qilmoqchi. Birinchi, Xitoy o'zi qilgan bu jinoyatni yoshirish uchun xalqaradan turli o'yinlarni, turli yolg'on tashviqotlarni qilyapti. Turli masalan bu sayat öməklərini, bo'lmasa chet elda o'zlarini qo'llaydigan davlatlarning rahbarlarini avatish, ularni qarshilish, ularga turli yolg'on sahnalarni ko'rsatish degandek. Hozirgacha shu ta'tir tashviqotning, bu yolg'on tashviqotning natijasi ikki xil natija berganligini his qildim. Birinchisi, bundan nurg'unlagan odamlarning qaymoqib buni shinib boshlaganligini. Masalan, u yerda hamma narsa bo'shabdi, burunqidek emas, hamma narsa asliga qaytib normal bo'lishga boshlabdi degandek bir ashundaq bir ruhoniy bir vaziyat shakllanibdi. Shunga qarindoshlarimiz nurg'unlagan odamlar buningga shinib, hozir u yerda hamma narsa xuddi yaxshi bo'lgandek atigulikka o'tanga borsa, burunqideklan bir vaziyatni ko'ra oladigandak bir tuyg'uga kelganligi. Bu butunlay xato. Men buni ko'rgan vaqtda nihoyatda afsuslandim. Chunki Xitoyning ta'tir tashviqoti, yolg'on tashviqoti butun hamma yerda bor, har zamon bo'ladi. Bu o'zining jinoyatni aqlash uchun hamma narsani qilyapti. Xitoy, men deyman, Xitoy kompartiyasi hamma yolg'onchilikni qila oladi, faqat bir narsani qila olmaydi. U o'lgan odamni tirildamaydi, uningdan boshqasini hammasini qila oladi. Shunga meni bu yerda aniq deb qo'ymoqchi, Xitoyda endi bizning vatanda hech narsa burunqidek bo'lmaydi, hech narsa bo'shigan, hech narsasi yo'q, hech narsa normal holatga qaytmaydi. Buni biz qo'limizdan chiqarib yetishimiz kerak. Chunki Xitoy kompartiyasi bu Sharqiy Turkiston xalqini butunlay millat sifatida yo'qotishni allburun planlagan, bu sistemalik, planliq, bu maqsadliq qilayotgan bir irqiy qirg'inchilik. U nurg'unlagan, millionlagan mablag'larni selib turib, bu ishni yurgizyapti. Endi Xitoy 20 yilda to'xtab qoldigan, o o'zining maqsadiga yetmay qo'ymaydigan ekanligini bizning tushunishimiz kerak. O cho'qim qiladi. Shunga hech narsa yaxshi bo'lmaydi.
men bu yerda demoqchi bo'lganim Sharqiy Turkiston xalqi mush chiniyotgan tashviqotga mayli chet ellikda bo'lsin o'g'inishni kurash qilishni davom qilishni umid qilmay. Yana ikkinchi bir narsa ümidsizlanish. Bu Xitoyning ruhoniy muajiratlik mushu davo sepitga qarindoshlarimizning kurashini to'xtatish uchun ularga qilayotgan ruhoniy hujumi. Bu hujum natijasini berdi deb qarayman men. Buningda Xitoy g'alaba qildi. Chunki buningdan ümidsizligan bir ish paydo bo'ldi. Shuning bilan nurg'unliq odamlar, "Voy bo'ldi, bizning bu kurashimizdan hech qanday natija chiqmaydi. Xitoy degan kuchlik" deb o'zlari qo'rqitadigan, ümidsizligan bir vaziyat paydo bo'ldi. Bu asta kurash qilayotgan u bir odam ikki odam yana bir odamga deydi, u odam yana bir odamga deydi. Shu orqali bizning o'zimizning og'zimizdan shu tashviqot tarqalyotadi. Bunda qolgandan keyin bir-birlab da'vo qilayotgan odamlarning hammasi zerikib, "Ay bo'ldi, buningdan hech narsa bo'lmaydi. Yaxshi turmushimizni qilaylik. Bo'ldi. Buningdan hech qanday umid yo'q. Baribir biz Xitoyni yengamaymiz" degan bir vaziyat shakllangan. Bu ikkinchisi. Bu vaziyatni shakllanishning o'zi Xitoyga taslim bo'lganlik. Buning o'zi biz Xitoyning g'alaba qilishiga yo'l ochib bergan bo'lamiz. Amaliyotda biz har vaqtda umid uzmasligimiz kerak. Cho'qim bir yaxshi kunlarning bo'ldiganligiga ishonishimiz kerak. Hayotni hamma odam tinch hayotni kechirganni yaxshi ko'rdi. Lekin hayot, ashi oddiy hayot o'tab birdan bilan o'tab ketadi. Uningdan iz qolmaydi. Faqat iz qoldigan narsa, tarixda qoldigan narsa nima deganda, millating uchun qilgan kichik ishlaring mushu narsa qoladi tarixda. Shunga faqat qo'limdan nima kelsa shuni qilaman, cho'qim g'alaba qilamiz. Biz cho'qim Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga erishimiz degan iroda bilan, degan g'oya bilan hayot kechirish kerak. Buningdan ortiq manlik hayot bor deb o'ylamayman. Rahmat. Nayt yaxshi dedingiz. Bizning qilgan ko'rishimiz arziydi. Hatto hayotimizda bilsakmi, arziydigan ish bu, ulug' ish. Alloh rizosi uchun qilamiz bu ishni. Endi Xitoyni eng andishiga soladigan vaziyat nima? Xitoyni eng andishiga soladigan vaziyat Sharqiy Turkistonning, xalqaraning Sharqiy Turkistonning besib olingan zimin ekanligini e'tirof qilish. Yana Sharqiy Turkistonning faqat mustaqillik uchun kurash qilayotgan kurashganlar. Mushu Xitoyni eng andishiga soladigan ish. Mushu ishning yana ikkinchisi nima deganda, mushu g'oya, mushu maqsad yo'lida, mushu mustaqillik kurash yo'lida barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarning bir yerga jam bo'lib, ittifoqlashib ketishi. Mana bu Xitoyni eng bearam qiladigan, Xitoy ko'rishni eng xohlamaydigan vaziyat. Shunga hozir Sharqiy Turkiston mushu kurash yo'lida ketayotgan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiga bo'lgan mushu surgundi hukumatni yo'qotish, mushu surgundi hukumatni parchalash, ovozini yo'qotish uchun qilinayotgan nurg'unlagan ishlar mushuning bir haqiqiy sifati deb qarashga bo'ladi. Buningdan faqat Sharqiy Turkiston xalqi uchun mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q. To'g'ri. Rahmat. Bizning hukumatimiz shunday qilsa, bizning xizmatini qilsa, xalqimizning qalbiga mustaqillik ruhini tersa, Xitoylar bundan eng qo'rqaydi. Har xil chapan almashtirib, har xil o'yinni o'ynaydi. Agar har qanday o'yinning natijasi hukumatni ojizlashtirish, hukumatning inoatini to'kish bilan oxirlashgan bo'lsa, bu Xitoyningki manfaatiga dasturganlik bo'ldi. Gap chiroyli bo'lgan bilan biz hamma ishning natijasiga qarashimiz kerak. Shunga biz bu hozir bo'layotgan o'yinlarga nisbatan bek hayajonlanib ketib, hammadan chapanni o'xshash kiyibdi. Biz bilan hamkorlashishga o'xshaydi desak bo'lmaydi. Hamkorlashmaydigan o'xshaydi desak bo'lmaydi. Vatanning mustaqillik uchun hamma nimasini ataydigan nurg'un oq ko'ngil qarindoshlarimiz bor, ammo suiqasdga hiylaga dastlab ketayotdi, hiyla nayranga. Shunga buni bizning ogohlantirish majburiyatimiz bor. Hamma ishlar oldimizda o'tirib chiqadi.
kim vatan uchun, kim o'zining cho'ntagi uchun, o'zining manfaati uchun ishlayotganligi biz buni keyin ko'ramiz. Eng oxirida sizdan so'raydigan bir savolim, biz mana shunda muhojiratda turib, vatanniki mustaqillik uchun kurash qilyapmiz. İşlerimiz shunda mushaqqatda, jafoda ketyotidi. Biz iqtisoddami, odamdami qattiq qiynalamiz. Ammo mushunda ahvoldami siz shu bizning vatanimizning kelgusi mustaqilligiga nisbatan ishonchingiz bormi? Nayta yaxshi savol. Men Sharq Turkiston sürgünde hökümetinin qilayotgan ishlarini burunma biletdim. Albatta. Keyin o'zim sürgün hökümetga kirib vazifa olgandan keyin u yerdagi qarindoshlarimning kurashgarlik bu urug'ini texmi aniq tushunib yetdim desam bo'ladi. Eng bu yerdagi odamlik hurmatga sazovor bo'lgan bir narsa, Sharq Turkiston sürgün hökümetiga barliq qarindoshlarim faqatlam Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilayotgan, kecha kunduz demay qo'ldan kelgan ishni qilayotgan, mushu uchun o'zining jonini pido qilishdanmi yanmaydigan mushundaq urug'i va shaxsiy manfaatni millatning mustaqilligi mushu kurashga aralashtirmaydigan hech qanday shaxsiy manfaati yo'q pokiz insonlar yig'ilgan. Bu bir sürgünde hökümetning kurash qilish yo'lining qanchalik nadar muhim ekanligini, nadar to'g'ri ekanligini isbotlab beradi. Men bunga texmi aniq ko'zim yetdi desam bo'ladi. Hozir biz bu jarayonda o'zingizmi ko'rayotgandek bilmaydiganimiz bir-birimizdan o'rganib, shunchalik bir ittifoq bilan, bir uyning bolasidek shunchalik bir birlik bilan bir-birimizni qo'llab, bir-birimizni yo'lab, bilmaydiganimiz bir-birimizga yordam qilib, birlikda kurash qilib kelyapmiz. Bu yerdagi mayli har qanday bir inson kurash qilish jarayonida boshqa narsa muhim emas. Eng muhimi iymon yurakda bo'lish kerak. İkincisi shaxsiy manfaatni milliy manfaatga aralashtirmaydigan mushundaq bir pokiz bir kurash yo'li bo'lishi kerak. Mushu ikki narsa bo'lgan bilan onundan keyin uchinchi bir muhim narsa butun Sharqiy Turkiston xalqining mushu yo'lda birlashib ketishi. Mushu bir mustaqillik kurash yo'lida ittifoqlashib birlikda mengishi. Mushu uch narsa bo'lgan vaqtda men bu kurashning cho'qim bir g'alaba qildiganiga ishonaman. Tarixdagi nurg'unlagan ishlar shuni isbotladiki, cho'qim adolat bir kuni g'alaba qiladi. Men Sharqiy Turkistonlik muhojiratlik barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarning bizning faqat agar malak sifati yo'qib ketmaydigan yo'lni tanlaydigan bo'lsak, u mustaqillikdan iborat. Hech boshqa yo'l yo'q bizda. Mushuni tushunib yetishimiz kerak. Yana Sharqiy Turkiston sürgün hökumetini qo'llab, mushu yo'lda hammamiz birga kelishimiz kerak. Mushunda kurash qilsak, hamma narsa g'alaba qila oladi. Men Sharqiy Turkiston sürgün hökumetidagi barliq qarindoshlarimning boshqa Sharqiy Turkiston mustaqillikni orzu qiladigan barliq Sharqiy Turkiston xalqi bilan birlikda bu bir mustaqillik degan bu muqaddas g'oyani amalga oshirish yo'lida chuqur g'alaba qildiganligiga ishonaman. Shundoq bir kunlar keladi. Hozir muhojiratlik vaziyat biz o'ylagandan tez o'zgaryapti. Hozirgi xalqaro shart-sharoit shuni isbotladiki, bizga shundoq bir yaxshi bir kunlarning, shundoq bir fursatlarning kelayotganligini isbotlab berdi. Shunga biz har vaqtda bu o'zgarishlarga tayyor turishimiz kerak. Bu o'zgarishlar, mushu fursatni ching tutsak, biz mustaqillikni qo'lga keltira olamiz. Qarindoshlar, bundoq fursatlar endi qaytalanmaydi. Endi ikkinchi kelmaydi bu fursatlar. Biz bu shunday fursatni ching tutishimiz kerak. Birlikda kurash qilishimiz kerak. Men cho'qim Sharqiy Turkistonning mustaqilligining g'alaba qildiganligiga ishonaman. Rahmat. Bizningki vatanimiz cho'qim mustaqil bo'ldi. Bizning avlodlarimiz cho'qim vatanda yashaydi. Biz shunday bir g'oya uchun, aqida uchun kurash qilyapmiz. Sizning bugungi vaqtingizga ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir qatim men kitobni yana bir ko'rsatib dey. Ma kitobni biz o'qisak, buningdan nurg'un narsalarni o'rganib olamiz, aql o'rganamiz, Xitoylarning hili nayrangini bilib olamiz. Undan keyin bizning vijdonimiz urg'uydi. Bizning vatandagi lagerda
bizning xalqning tatgan zulmini bilamiz buningdan. Nurg'un narsani o'rganamiz. Shunga yana bir qatam bu kitobni ko'rsatdim. Hammanglarning shuni bir o'qib chiqishinglarni umid qilamiz. Uningdan keyin bizningki Xitoylarning nayranmayli qanday bo'lishini qat'iy nazar bizning shu muajiratdagi bir qism yoshlar, bir qism odamlarning qalbisi shunday ochiq. Ba'zi ishlarga nisbatan o'tkir fikr yurgizadi. Biz bundan nihoyat xush bo'lamiz. Chunki bu xuddi G'ulom Osmondek bizningki ustozlarimizning uzun yillik tarbiyasidan natijasi deb qarayman. Hatto G'ulom Osmonga o'xshash bir umrni vatan uchun ataganlarg'imi ba'zanlar hujum qilishni planlayotdi. Men shuni hayron qolaman. Andan keyin biz diqqat qilsak yaqinda bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zininki 20 yillikni tabriklab jiq faoliyatlarni qilyotdi. Dag'duga natija emas. Men onu qildim, bunu qildim deysizlar, natija olmaydi. Ularning natijasini ko'rdik biz. Bizning mushkil qilishimiz, lagerga solinishimiz, bizning enerjini so'p qilishimizda ularning jiq turpusi bor. Hamda G'ulji qirg'inchiligining vaqti 1997 ni 1987 deb yozib lozung chiqaribdi bular. Bu nima uchun? Bu bir o'yinmi? Buni kimga ko'rsatmoqchi? Bu nimani isbotlaydi? Hammalarning o'yinda beqishini umid qilaman. Bunda o'yinlar oldimizda yana o'yin oldu. Hem bizning Sharqiy Turkiston sirkin hukumatimiz bu yo'lda izchil ketyapmiz mustaqillik uchun. Shunga bizga har qanday yordam, har qanday iyonni aymasligini umid qilamiz. Chunki biz buning uchun ishlaymiz. Hamma odam o'rtaq niyatda xuddi Sayragul xonim degandek mustaqillikni niyat qilib o'rtaq tirishsak, bizning mustaqilligimiz yetib keladi. Shunga biz o'rtaq niyatda tirishsak, ondan keyin biz bilan har qanday hamkorlashadigan tashkilot, har qanday odamninki bizningki hukumatimizni e'tirof qilishni shart qilamiz. Ondan keyin bizningki hamkorligimiz boshlandi. Bugun mushu programmaga vaqtingizni ajratgan Sayragul xonimga sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Barliq tomoshabin, barliq ko'rurmanlarning vaqtiga rahmat. Kelar qitimliq programmamiz yana e'londa bo'ladi. Xayr, Allohga omonat. Maqolamanglarga ko'p rahmat. Xo'sh.